Fransiyani poytaxtidaman, to'g'ala qaranglar, mashinani ahvolini, hammasi o'zimizdagi uni Matizlarga o'xshaydi boru. Birov maqtanishi yo'q, bular geliklarni olib, Gelenwagen, shunaqa Mercedes, BMW mashinalarini olib faqat O'zbekistonga haydayotgan bular boru. Bular bu o'zlari minmas ekan, bular o'zlari soqqani qilar ekan, soqqani tayida qolar ekan. Biznikilar bitta jentira olib qolsa maqtanishini bilasizlar-ku, telefonni kreditga oladi. Ertalabdan kechgacha maqtanib yotadi. Men iPhone, o'zi iPhone kredit bo'lsa. Endi hozir 1 minut tozalab olay. Xullas maqtanishda biznikilar yoraveradi-yu. Bularni qaranglar, soqqani qiladi, oyligi bor-ku 5000 dollar bir oyligi. Ani mashina minayotgani bor-ku, yolg'on bo'lmasin. Giddatachi ko'rinmas 1,5 dollar turadi mana mashinalari. 1,5 dollar. Ani 3-chi telefon janaqa qopchida hozir olib qo'ya tepaga. 1,5 dollarga mashina olib shu bir haftalik oyligiga beryapti-da. Mashinalarni qaranglar mana. Birorta Gelenwagen, Mercedes, BMW ko'rmaysizlar. Hammasi pista po'cha mashinalar. Altan mera qarab ahamiyat beryapman. Qaranglar ahvolini.